Bizdan ko'p klientlar so'rashadi, bazalt yaxshimi yoki Pinaplex yaxshimi? Hech qanaqa reklamasiz, men 8 yillik tajribam bilan bazalt yaxshimi yoki Pinaplex yaxshimi? Uni plyus va minuslarini hozir tushuntirib beraman. Oxirida o'zim qaysi birini tavsiya qilishni aytaman. Bu ikkalasi ham utepleniya vazifasini bajaradi, lekin farqi yer bilan osmonchalik. Pinaplex'i plyus tarafi va minus tarafini tushuntirib beraman. Plyus tarafi nima? Bu birinchidan arzon, bazaltga qaraganda arzon chiqadi. Ikkinchidan bu suvga juda ham chidamli bo'ladi. Endi sizga minus tarafini tushuntirib beraman. Pinaplex bazaltga qaraganda bazalt 100% lik utepleniya vazifasini bajarsa, Pinaplex 70% utepleniya vazifasini bajaradi. Ikkinchidan Pinaplex zavodskoy qiyshiq bo'ladi, qorni kirgan yoki qorni chiqqan bo'ladi. Uni devorga urganingizdan keyin devoringizda valna hosil bo'ladi. Uchinchidan asosiy muammosi bu olovga chidamsiz. Ko'rdinglarmi qanaqa yonishini? Agar xudo ko'rsatmasin uyga o't ketadigan bo'lsa, bu juda ham xavfli bo'ladi. Uyga yana ham tez yonishini ta'minlab beradi bu. Endi sizga bazaltni plyus va minus taraflarini tushuntirib beraman. Bazaltni minus tarafi bu agar bazalt bir sutka davomida suvga bo'kib qoladigan bo'lsa, bu suvni o'ziga shimib oladi va u suvni o'zidan qo'yib yormaydi. Tepaga sekin berishni boshlaydi, lekin bu yengil suvlardan qo'rqmaydi. Misol uchun, mana suv umuman olmaydi o'ziga. Ikkinchidan, bu olovga juda ham mustahkam hisoblanadi. Umuman yonmaydi. Yana uchinchi buni plyus tarafi sizga shumizolyatsiya funksiyasini bajaradi va bazaltdan siz utepleniya vazifasini 100% darajada ola olasiz. Men hozir sizlarga Pinaplex bilan bazaltni qisqacha eksperiment qilib ko'rsatdim. Endi o'zingizlar hammasiga guvoh bo'ldinglar. O'shaning uchun bizning tavsiya bu faqat utepleniya bazalt bilan qilinishi kerak degani. Sizning tanlovingiz bazalt bo'ladigan bo'lsa, agar sizning imoratingizda tajribasiz ustalar utepleniya qiladigan bo'lsa, unda siz xohlayotgan effektni aniq ola olmaysiz. Chunki buni o'zini to'g'ri formula, texnologiyalari bor. Agar sizga ishonchli va sifatli utepleniya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Teplomasterga murojaat qiling.